ko'ring, o'zingizdan o'zingiz uyda, hovlida bular o'zi chiqib kelaveradi. Sekin, assalomu alaykum. Yaxshiroq qarsangiz bo'lsa, butun bos. Qarsak. Tashib yuryapti qani? Ketdi loshini. Bos. Tomosasini bir ko'ring. Kesa. Kesa kelolmaydimi? Sagar otasini. Kelinglar do'stlar. Reklama bo'lib qoldi. Reklama maylimi? 1 minutga bormaydi. Qisqagina bir reklamamiz bor. Endi to'g'risi Pampers reklama qilmaymiz. Qisqa reklama svet yonib qolibdi. Shunda svetga olaylik. Maylimi? Mahmudjon gapda chiroyli qarsangiz bo'lsin. Jigir shunday bo'ladi ya. Yeta, Muxtorjon. Keling. Jigir shunday bo'ladi ya. Dardimizga yetadi ya. Suyganini balandaysa ko'ngilginang to'lamaya. E'tibor bering. O'yinni bismillohsini toshlari bilan bir yakka holatda bir tanishib keladi. Sizlardan qarsangiz bo'lsa, Mahmudjonda bir tomoshada qarsangiz bo'ladi. Qani? Nima bo'ldi? To'xtab qoldingiz. Nimaga to'xtab qoldingiz? Qarsangiz bo'lmayapti. Bu doribozlarga bolalarga qarsak chalaveringlar. To'g'risida. Bir o'ylab ko'ring, o'zingizdan o'zingiz uyda, hovlida deb qaraysiz. To'g'rimi? Bir insonga bir inson sabab. Endi bular yoshidan kattasigacha qarsak o'tirib ol, xotining, o'tirib ol shuni. Qarsak so'rashini anaqasi bor. Sababini aytaman-da. Sababi doribozlarda ayollar raddomga borsa, majburlab tug'dirmaydi-da. Ikkovli qilib, dori berib, majburlanmaydi. 3 ta doktor bu tarafiga, 3 tasi bu tarafiga turadi-da. Qarsak cholsa, bular o'zi chiqib kelaveradi. Sekin, assalomu alaykum. Yaxshiroq qarsangiz bo'lsa, butunlay chiqib kelaman deydi. O'shancha bular yoshligidan katta bo'lguncha qarsak so'raydi. Qarsak cho'lavering, qarsak cholgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Qarsak bo'lsin, Sulton Mahmud Temur tomosha qani ketdi. Qo'yildi. Ko'zlarga tortildi surinmalar, qoshlarga o'smalar qo'yildi. To'g'lardan aridi tumanlar. Yaxshilari baxtimiz keldi. Ko'rmay qochadi jamolar. Elini joylab bilgan. Ko'tararkanlar. Tayyormisiz o'g'lim? Oldik tepaga bittada ko'taramiz. 1 2 3 ket! Bos! Qarsak bitta qarsak olamiz. Sulton Mahmud. Mana, o'tdik. Rahmat. Barakalla o'g'lim. Toshlarni ham sinab oldingiz, o'zingizni ham sinab oldingiz. Ana endi o'yinlaringizni og'irlashtirib boraman. Tomosha ko'rsatgandan bitta holatda emas, ikkita ko'targan holatda ham bir tomosha ko'rsatib oling. Albatta, mard sahiy xalqimdan baralla qarsak bo'lib tursa, jim holatida ko'tarib beradi. Qani katta bostiganda. O'ndan kimlarni o'ynaymiz?
Hop, rahmat, to'xtab turing. Bunisini mana bering qo'yib turing. Bolalarim, toshni hammasini otib bo'lgandan keyin teringlar, bo'ptimi? Tomoshabinlarni oldini to'sib qo'yapsizlar. To'xtabdi, proverkasi chiqyapti. Tekshirgan chiqyapsizmi? Keling bu yoqqa, mana oldimga keling. Keling, yordam berib olasiz menga. Keling. Kim aytgan yordam berib olasan menga? Bo'lmasa bor, xotini yo'q aytga chiq. O'g'il majburlab olib keladi bizgalar. Ana bo'ldi, ketdi. Yigitlar qarab turinglar, nospoch chekib olganmisizlar, keppa yo'qmisizlarda? Qarab turinglar, chekkaga olib chiqinglar bolalar, bir joyga otib yuboradi toshni. Bemalol maza qilib o'ynasin bular. E'tibor bering, tomosha ko'rsatganda ham eng kichkina barmoqlarini ko'tarishga harakat qiladi. Eng kichkina barmog'i yonida turib men qarasam zo'rg'a ko'rinyapti. Lekin sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman, lekin mana shu holatda ikkita barmog'ida ko'tarib olishga harakat qiladi. Qarsayi bilan ko'rib boramiz. Katta bostiganda. Ha! Hop! Ey yurib! Hoppa! Ya maşallah, o'ynab. Yaxshi. O'rtalik ishladi, so'lig'in ishladi, boyga bor o'rtalik ishladi. Ko'ngilda menda yor uchun. Sulton Mahmud. Ansiyada maşallah. Ya maşallah. Hoppa. Ya barakallah. Hop, rahmat. Mana bu tomoshasiga e'tibor bering. Toshlarni tikka turib ko'tarsa bo'ladi, lekin o'tirib ko'tarish esa ozgina murakkab hisoblanadi. Ko'targanda ham ikkita qo'liga toshni ko'tarib, yuqoriga nechta shim qilamiz o'g'lim? 5ta. Sharmanda qilmang, sal ko'proq ayting. Nechta? Ko'proq o'sha nechta sonini ayting. 5ta. 5tani haligida aytdingiz, sal ko'proq ayting. 13ta. Ana shunaqa degin, bolam ko'proq deb hammasidan qutulib qo'ya qolmagin. Ey, xotini yo'qla, o'tir pastga. Shuncha orqada pul beradiganlar oldini to'sma, nimani qidiryapsan yerda? Tilla qidiryapsanmi? Ko'taring tepaga. Ana shunday ko'tardik, barakallah, sanang. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ey, 5 dan keyin 6 keladi. 6, 7, 8, 10. Nima, bitta sakrab ketasan? 9. 20, 11, 12, 14dan keyin 50 kelar ekan. Qarshi kelsa bitta qarshi cholamiz Sulton Mahmud ketib ostiga otdik. O'g'lim o'yinlaringizni ozgina bo'lsa ham og'irlashtirishga harakat qilaman. Tomosha ko'rsatganda ham halol oshnan yeydigan kishilarda 5 kiloli toshni shilab turib ko'tarsin. Agar qarsak yaxshi bo'lib tursa, yoniga yana ikkita toshni qo'shib beramiz. Jamiki yuk 11 kilo yuk bo'lyapti. 4 yoshli bola uchun bu haqiqatan katta yuk hisoblanadi. Agar dast yerdan uzib ko'tarib olsa, bitta qarsak chop qo'ysiz bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Qani ketdi bostiganda. Rahmat, tayyormisiz o'g'lim? Nima bo'lyapti? Qazi bo'lyapti, qazidan chay to'tuda bo'ladimi mazini? Rahmat. Qarshi tugab qoldi, qarshi menga kelganda chala julpay bo'lib ketadimi deyapti. Shunga kelganda qarshi shunaqa bo'ladi, har joyda shunaqa o'zi. Qarshini bepul olib kelganlar chop turinglar bo'ldi. Shart emas qolganlarniki. Qani ketdi bosing o'g'lim, o'rgatib qo'shib olamiz. Ketdi. Ko'tar. Ya barakallah qarshilar bilan mana. O'tdi kurigaga. Ya barakallah. Qani ketdi o'ynab. Rahmat. Mana bu tomoshasiga e'tibor bering. 5 kilo toshni ko'targan bo'lsa, ana endi sizlarda cholgan qarsilaringiz 10 kilolik toshni ham kishilarda bir ko'tarishga harakat qiladi. Lekin gapirishga ham, ko'rinishga ham oson. Bolani tishlari hali yaxshi qotmagan, ozgina adashkilik bo'lsa, tishini sindirib yuborish hech gap emas, Alloh saqlasin. Lekin qarsak bo'lib tursa, yerdan dast uzib olmasdan qo'ymaydi. Qani ketdi bosdiga o'g'lim. Bitada. O'rgatga qo'shib olamiz, zarur ishimiz kerak. Qimizlari qo'yildi, shirg'onsa qo'yiladi. Ketdi.
Bosdik oğlum, ko'tardik. Polisini ham ko'tardik. Ovozi bilan qarshi cholamiz 21 kilo yuk. Ya barakalla. Ya barakalla. Sulton Mahmud. Yep. Aynı şerefine muzga almashtiryapsan-da. Rahmat, tosh bilan tomosha ko'rsatsa, ertalabgacha ham tomosha ko'rsataveradi. Akrobatka o'yinlardan bitta ko'ramiz. Bo'ptimi o'g'lim? Bo'pti. Salto otib berasizmi? Qarzi bo'lsa. Qarshi bo'lsa salto otib beradilar. Qaysi tomondan otasiz? Ayting odamlarga. O'g'lidan. Qaysi tomondan? O'g'lidan. O naryoqdanmi? Nechta otasiz? 5 ta. 5 ta. O'sha tomonga o'ting, 5 ta salto otib beradi. Otganda ham yonboshga qo'lini qo'yib 5 marta otishga harakat qiladi. Agar 5 tadan o'tkazib yuborsangiz, "Hey, o'g'lim, banan olgani ketyapsanmi? U bozor qilgan o't ketib qo'yganmi o'sha tomonga? Sal bu tomonga yurib oling. Bu yoqqa yuring bu tomonga. Bo'ladi. Ana o'sha yerdan salto otishni boshlaysiz. Otganda ham mana shu yergacha 10 marta otasiz, 5 ta emas. Kelishdikmi? Ha? Ko'rpacha olib chiqsin. Voy, chamadonni qadriga yetganini qarang. Ko'rpacha olib chiqsin deydi. Pampersga ehtiyot qilyaptilar. Olib chiqinglar, bitta to'shak tayyorlab beringlar. Qani ketdi bosdik o'g'lim. Rahmat. Men o'zim sanab turaman. Kelishdiga to'shakka borib keyin otasiz. Eshityapsizmi meni o'g'lim? Ha, to'xtang, tirikchilik etyapti ekan yerda. Tannan. Mana ko'zini bekitib olib beryapti. Mahmudjon, menga qara, o'zim boraman. Mikrofon yaxshida bizda. Ukoz nima berdi? Kassa. Nech pul berdi? 3000. 3000. Buni nima qilamiz? Kassa tozayib, xotoyamiz. Kassaga solib xotin olar ekan. Hozirdan xotinni o'ylasang, olib kel menga. O'zimni kassam ochiq olib kel, bo'ldi. Soldik cho'ntakka. Tayyormisiz? Ketdi bosdik masjidda. Men yoningizda birga boraman siz bilan. Ketdi bosdik. Ya barakallah. Otik. Bir, rahmat. Ha, katta. 2, tez. Ha. Otik, 3, katta yana. Ha, bosdik. 4, katta. 5, orqaga qaytishni boshlaymiz endi. Bu tomonga. Ha. 6, katta. Yana bitta. Katta ot. Ha, 7. Ana bo'lmasa. Qarshi bitta qarshi qo'yamiz. Qani katta. Hopa. Shunday bo'ladi-ya. Rahmat. Bola 5 yoshgacha podshoh bo'ladi deydi. To'shaydi bunaqasiga yozib beringlar. Yonboshga salto otgan bo'lsa, endi sizlarda cholgan qarshilaringga orqaga bitta salto otishga harakat qiladi. Men o'zim ozgina bo'lsa ham yordam berishga harakat qilaman. Agar orqaga aylantirgan paytimda tik oyoqqa tushib qololsa, bitta qarshiga cholsiz bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Mana bu yerga keling o'g'lim. Qani ketdi bosdiga. Keling. Mana bu yerga kel. Mana mikrofonga odam bormi? E'tiboring, qani ketdi. Ana. Sulton Mahmud. Tayyormi? Ya qarsiymiz yana. Ko'tar ishtonni. Yet. Qani, bos. Ya qarsiymiz. Rahmat, aylantirgan paytimda tikka oyoqqa tushib qola olgan bo'lsa, bitta qarshi choling. O'g'lingiz mana shunaqa polvon bo'lsin. G'ani ketdi bostiganda. Hop, rahmat. Qarangizlar, otasini, bobosini kasbini davom ettirib, muborak dor ostiga qadam bosib chiqib, 2 dona bir tomosha ko'rsatishga harakat qildi. Kelinglar, eskilarimiz bekorga aytmagan. Bir yoshi ulug'ni duosi ijobat bo'lsa, bir norasida go'dakni duosi ijobat deyshadi. Sulton Mahmud muborak dor ostida o'tirib shuncha insonning haqqiga o'zi bir duo qilishga harakat qiladi. Marhamat o'g'lim. Ya Amin. Hayahım, kendi canım mehvanım. Hayah didanimda, yoktur benim imanım. Azayayda etiydim, amzamzamda şöyle etiydim. Yakın kıydı Hüdayım, günahım titiydi. Ayahım, az tutiydim, vücayayım, Hamma günahım titiydi. Bana katılmam pavaydı tedbirdi. Denimle katılmam pavaydı tedbirdi. Olmi, ayahı dedi.
Barakalla bolam. Bemalol o'tirib qolingizni duoga o'chiringizlar. Qarang, norasida go'dak dorasida o'tirib Alloh Alloh Allohim tanda jonim mehmonim. Alloh Alloh deganda yo'q turmaning armonim arshi a'lolarga uchirgin, obi zamzam suvlardan ichirgin, rahm qilgin Xudoyim, gunohlarim kechirgin. Mana shu yerda o'tirgan akalarim, opalarim, bobojonlarimni, buvijonlarimni gunohlaridan kechirgin deb Allohdan kechirim so'rayapsizlar. Ey Sulton Mahmud, o'ynagan o'yinlaring ko'rdim, qoyil qoldim, havas qildim, niyat qildim. Shahrimga, yurtimga, mahallamga mehmon ekansan. Mehmon otay Xudo. Vaqt kelsa sen so'ragan pulni mardga ham, nomardga ham, vajga ham, novajga ham ishlatib yuryapman-da, lekin zarracha savobini topganim yo'q. O'zing oyog'ing bilan yurtimga mehmon bo'lib kelsan. Farzandim, asal nabiram qatori ekansan. Seni talabingni men beray, meni talabimni yaratgan Allohga o'zi bersin deb dars o'rnidan turib, o'ng oyoq bilan muborak daraxtga qadam bosib kelib, norasida go'dakni qo'liga qo'li tegib, bir yo'qlab chiqib ketgan mard sahiy aka opalarimizni nima deb duo qilamiz azizlar? Xonadoningizdan yoqqan chirog'ingiz toki qiyomatgacha o'chmasin. Ilohim, ilohim bu dunyoda qilgan ihsoningiz oxiratda, jannatda boshingizga soyabon bo'lsin deb duo qilamiz. Mard xalqim, amin. Rahmatga yo robbil alamin. Allohu akbar. Xo'p, qani bolajonim o'rtaga chiqib turingchi. Bu yer mardlarda, sahiylarda makoni. Muborak tor ostiga otam, onam yurt yashakirsin deganlar o'zlari o'ng oyoq bilan qadam bosib yo'qlashadi. Chala turing muzikani, harakatda.